Assalomu alaykum. Oxirgi chiqargan ikkita video darsimiz vaqf, ya'ni to'xtash haqida edi. Bugungi darsimizda esa vaqfning aksi bo'lgan ulab o'qish qoidalari haqida so'z yuritamiz. To'xtashlikning o'ziga xos bo'lgan qoidalari bor ekanligi singari ulab o'qishlikda ham bir qancha qoidalar mavjud. Masalan, birinchi mashqdagi ushbu o'ringa e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu yerda yozilgan matli wow, ya'ni cho'ziq u unnisi ulab o'qilganda cho'zilmasdan talaffuz qilinadi, ammo xuddi shunga o'xshash o'rinda ikkinchi mashqdagi wow cho'zib talaffuz etiladi. Talaffuzlariga e'tibor qaratamiz. Vallohu zul fadlil azim. Vallohu zu fadlin alal mu'minin. Yoki ushbu ikkita mashqqa e'tibor qaratamiz. Birinchi mashqda un tanvini ba undoshiga quyidagicha bog'lab o'qiladi. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Ikkinchi mashqda esa un tanvini va undoshiga quyidagicha bog'lanadi. Mustaqarrun wa mata'un. Ulab o'qishlikda shu va shu kabi qoidalar mavjud bo'lib, bu qoidalarga amal qilishligimiz natijasida so'zlarni va oyatlarni to'g'ri bog'lab o'qishligimiz mumkin. Keling, ulab o'qish qoidalari haqida bir boshdan gaplashaylik. Ikki so'zni ulab o'qish. Ikki so'zni ulab o'qishda birinchi so'zning oxirgi va ikkinchi so'zning boshidagi harflar qaysi harakat yoki sukun belgisini olganligiga e'tibor qaratishligimiz kerak. Tasavvur qilaylik, birinchi so'zimiz kasra bilan tugayapti, ikkinchi so'zimiz sukunli lam bilan boshlanyapti. G'oyri plus al-maghdubi. Ikki so'zni ulab o'qiydigan bo'lsak, g'oyril maghdubi. Yoki birinchi so'zimiz sukun bilan tugab, ikkinchi so'zimiz fatha bilan boshlansin. Ul plus a'udhu. Qo'shib o'qiydigan bo'lsak, ul a'udhu. Yoki uchinchi holat. Birinchi so'zimiz sukun bilan tugayapti, ikkinchi so'zimiz zammali ba bilan boshlanyapti. Alayhim plus bunyanan. Qo'shib o'qiydigan bo'lsak, bu yerda sukunli mim ba undoshiga yo'liqqanda mimning ba'dagi ixfo qoidasi yuzaga chiqib, lablarni yengil tekizamiz va ikki harakat cho'zib alayhim bunyanan singari talaffuz etamiz. Mana ko'rdikki, birinchi so'zimizning oxirgi harfi biror harakatni olsa va ikkinchi so'zimizning birinchi harfi sukun belgisini olsa, yoki buning aksi, birinchi so'zimizning oxiri sukun belgisini olib, ikkinchi so'zimizning boshidagi harfi biror harakatni oladigan bo'lsa, bu ikki so'zni ulab o'qishlikda hech qanday qiyinchilik yuzaga chiqmaydi. Ammo birinchi so'zimizning oxirgi harfi sukun belgisini olyapti va ikkinchi so'zimizning birinchi harfi ham sukun belgisini olyapti. Ikkita sukunli harf agar bir-biriga yo'liqadigan bo'lsa, bunda maxsus qoidalarni ishlatib, so'zlarni bog'lab o'qishligimiz kerak bo'ladi. Ikki sukunli harflarning o'zaro yo'liqishligi. Bu ikki xil bo'ladi. Birinchisi bitta so'zda, ikkinchisi ikkita so'zda. Keling, bitta so'zda ikki sukunli harfning yo'liqishlik holatlarini qarab chiqaylik. Bu ham ikkiga bo'linyapti. Birinchisi ikki sukunli harfning birinchisi mat yoki lin harfi bo'ladigan bo'lsa, mat harfini 6 harakat, lin harfini esa 2, 4 yoki 6 harakat cho'zib o'qishligimiz kerak. Birinchi mashqda matli alif va undan so'ng tashdidli lam kelmoqda. Tabiiyki, matli alif bu sukunli alif hisoblanadi. Tashdidli lamning birinchisi ham sukunli lam. Bu yerda matli alifga sukunli lam yo'liqyapti va biz yuqorida aytganimizdek, matli alifni 6 harakat cho'zib talaffuz etamiz. Ad-dollin. Ikkinchi mashqda ham
matli alif va undan so'ng sukunli jim va matli vav va undan so'ng sukunli nun kelmoqda. Biz alifni va vavni 6 harakatdan cho'zib talaffuz etamiz. Atuhajjunni. Keyingi mashqda matliya va undan so'ng sukunli nun kelmoqda. Matliya 6 harakat cho'ziladi. Yasin. Keyingi mashqda matli vav va undan so'ng sukunli nun kelmoqda. Matli vav 6 harakat cho'ziladi. Nun. Va oxirgi mashqda lin harfi bo'lgan ya kelyapti va undan so'ng sukunli nun kelyapti. Lin harfi ya'ni 2 yoki 4 yoki 6 harakat cho'zib o'qishligimiz mumkin. Ayn. Ikkinchi holat. Ikkita sukunli harfning ikkinchisi oriz sukun bo'lganda. Oriz sukun degani vaqf tufayli paydo bo'luvchi sukun. Bunda rohova sifatli harf 2 harakat, bayniya sifatli harf esa 1 harakat cho'zib talaffuz etiladi. Birinchi mashq la fi khusr. Sin undoshi sukunli, ro undoshi ham vaqfda sukunli o'qilyapti va bu sukunni yuqorida oriz sukun dedik. Sin rohova bo'lganligi uchun 2 harakat, ro undoshi bayniya bo'lganligi uchun 1 harakat cho'zamiz. Keyingi mashq ala ba'd min ilm va lahu. Endi esa 2 sukunli harflarning o'zaro yo'liqishligining ikkinchi holatiga o'tamiz. Ikkita so'zda o'zaro yo'liqishligi. Bunda ham ikkita holat bor. Birinchisi, birinchi harf mat harfi bo'lsa, uni tushirib qolinadi. Mashqda mat harfi bo'lgan alifga sukunli lam yo'liqyapti. Ma'lumki, sukunli harf bilan boshlanuvchi so'zlarning boshiga vasl hamzasi yoziladi. Biz qoidaga muvofiq mat harfi bo'lgan alifni cho'zmasdan talaffuz etamiz. Keyingi so'zga bog'lab o'qishda. Mal qori'atu. Ikkinchi mashq. Va hadha. Matli alifga sukunli lam yo'liqyapti. Mat harfini cho'zmasdan talaffuz etamiz. Keyingi so'zga bog'lab o'qishda. Va hazal baladil amini fil ardi fis suduri va aqimus solata va atuz zakata. Xulosa qiladigan bo'lsak, agar mat harfidan so'ng vasl hamzasini ko'radigan bo'lsak, mat harfini cho'zmasdan talaffuz qilar ekanmiz. Va qolal hamdulillah. Bu mashqda matli alifdan so'ng sukunli lam bilan boshlanuvchi so'z turibdi, ya'ni vasl hamzasi turibdi. Shuning uchun biz yuqoridagi qoidaga muvofiq alifni talaffuz qilganimiz yo'q. Ammo keyingi mashqqa qaraydigan bo'lsak, alifdan so'ng hech qanaqa sukunli harf bilan boshlanuvchi, ya'ni vasl hamzasi bilan boshlanuvchi so'z emas, balki harakatli harf turibdi. Biz shuning uchun mat harfi bo'lgan alifni cho'zib talaffuz etamiz. Qala robbana zolamna anfusana va illam taghfir lana vallohu zul fadlil azim. Matli vav talaffuz etilmaydi. Vallohu zu fadlin alal mu'minin. Bu yerda esa matli vav talaffuz etiladi. Endi esa ikkita so'zda 2 sukunli harf yo'liqishligining ikkinchi qoidasiga o'tamiz. Agar birinchi so'zimizning oxirgi harfi biror bir tanvin oladigan bo'lsa,
Biz bu tanvinga kasra berish orqali keyingi so'zga vasl qilib ketamiz. Mashqqa qaraydigan bo'lsak, birinchi so'zimizning oxirgi harfi bo'lgan ha o'ndoshi in tanvinini olyapti. Biz bu tanvinga kasra beramiz va sukunli lamga bog'laymiz. Ya'ni Nuhinil mursalina. Yana bir qaytaramiz. Nuhinil mursalina. Fisqunil yawma. Rajulun iftara. Fitnatun inqalaba. Birahmatin idkhulu. Bizinatinil kawakibi. Lutinil mursalina. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, agar birinchi so'zimizning oxirgi harfi tanvinga tugaydigan bo'lsa va undan so'ng vasl hamzasini ko'radigan bo'lsak, tanvinga kasra berib keyingi so'zga bog'lab ketamiz. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ. Umumiy xulosalar. Ikki sukunli harflarning o'zaro yo'liqishligi ikki xil bo'lyapti. Bitta so'zda ikki sukunli harf o'zaro yo'liqishligi mumkin va ikkita so'zda yo'liqishligi mumkin. Bitta so'zda ikki sukunli harflarning o'zaro yo'liqishligi ham ikki xil bo'lar ekan. Birinchisi, agar birinchi sukunli harfimiz mat harfi bo'lsa, bu mat harfi 6 harakat, birinchi sukunli harfimiz lin harfi bo'lsa, 2 4 6 harakat cho'ziladi. Atuhajjunni ayn. Ikkinchisi, ikkita sukunli harfning ikkinchisi oriz sukun bo'lganda, bunda biz bayniya sifatli harfni bir harakat, rohova sifatli harfni 2 harakat cho'zamiz. Min ilm ala ba'd va lahu. Endi esa ikki sukunli harflar o'zaro yo'liqishligining ikkita so'zda yo'liqishligiga o'tamiz. Bu ham o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Birinchisi, birinchi harf mat harfi bo'lsa, u talaffuz etilmaydi. Mal qari'ah, fis sudur, fil ard. Ikkinchisi, birinchi harf tanvinli bo'lsa, unga kasra beriladi. Fisqunil yawma, rajulun iftara, fitnatun inqalaba. Qo'llab o'qish qoidalari haqidagi darsimizni ana shu yerda o'z yakuniga yetkazamiz. Darsimiz bo'yicha qanaqadir savollaringiz, fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, video ostidagi izohlar qismida yozib qoldirishlaringiz mumkin. Keyingi darslargacha xayr, sog' omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.